Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga Shukrullo Isroilov haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 2 yoshida otasidan ayrilgan qiziqchi Shukrullo Isroilov 2015-yilda onasidan ham ayrildi. O'sha kuni u Buxoroda to'yda edi. 2015-yil 27-mart kuni onam rahmatli 80 yoshni qarshilagandi. Afsuski 28-mart kuni peshinda onamga janoza namozi o'qildi. O'sha kuni Mirzo teatrining navbatdagi konsertida start berilardi. Mirzabek akaning oldiga kelib, konsertga chiqolmasligimni aytdim. Hammaning boshi qotgan. Bir necha soatdan keyin konsert sahnalarining barchasi bir-biriga uzviy bog'liq. Tomoshaning qoldiraylik desak, chiptalar to'liq sotilgan. Shunda ustozlar menga qanchalik og'ir bo'lsa ham konsertga chiqishim kerakligini aytishdi. Konsert boshlandi. Odamlar kulaman deb kelgan. Men esa ich-ichimdan yig'layman. Ammo muxlislarga musibatda ekanimni bildirganim yo'q. Ammo Mirzabek aka konsert so'ngida Shukrullo bugun onasidan ayrildi, ammo sizlarni hurmat qilib konsertga keldi deganda butun zal yig'lab qarsak chalgandi, deydi Shukrullo Isroilov. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etib boramiz.